O'zimga kichkina ko'chukcha sotib oldim. Endi buni nima qilamiz? Xo'sh, go'sht deb qo'ysam go'sht ham ekan. Shuning uchun men yo'q, bugun bo'lmadi. Demak, qo'chqor debman. Buni ko'rishimga to'g'ri keladi. Qaysi birini qani hozir borib, buni yo'q. Haydab ketishi mumkin. Shuning uchun haqiqatan gapirganim yaxshi. Ya'ni bunaqa bor ekan. Mana bu yetadi bemalol. Bo'ldi, mana yetdi. Narsalarimni solib, buni omborxona qilishga qaror. Oy, boring yo'qoling, hozir uribchi hushidan ketkazib qo'yaman. Hozir bu yerga men sandiqlab kirib, o'zimga omborxona qilaman. Ikkitagina sandiq yasayapman, yo'q bo'lmaydi. Ko'proq sandiq kerak bo'ladi menga. Omborxonam uchun. Demak, yana mana 5 ketsa kerak. Qancha ortiqdan qoladi? Bitta ortiq qoldi, uni bu yerga qo'yib qo'yaman. Yo'q, to'xtanglar, men bu yerni polni qilmadim-ku axir. Polni ham qilishim kerak. Ko'chada yomg'ir yog'yaptimi? Ha, yomg'ir yog'yapti. Bular ho'l bo'lib ketadi. Ishlab kerak edi. Yo'l qoldi, shuning uchun bu yerni o'zgartiraman va bu yerga omborxona qilaman. Mana normalniy bo'ldi. Bu sandiqni esa boshqa joyga qo'yaman. Buni sandiq qilib tayyorlasam ham bo'ladi. Mana bu yaxshi, endi hamma deb narsalar tashlaydi. Izdan chiqib shamol. Hech kim yashab berib qo'ygandim. Zapaska kalitlarni ko'pligini ko'rasiz. Menda nechta eshik bor? Bir bu yerni ham qulflasam bo'ladi, u yerni ham. Demak, bu yerni qulfladim bo'ldi. Endi o'sha kalitlarni qo'yib qo'yaman. Nechta bo'lib ketdi bular? Bularga nima bo'lib bu yerga? Nima qilasizlar? O'ldirib qo'yaman. Mayli, yo'q. Qamalib ketish niyatim yo'q. Shuning uchun mollarga yem berish izni mayli, men mollarga yem berib kelaman. Ularga любой narsa qilib turibdi. Endi Короче, bu yerda nima bor? Bu yerda hali tug'madi tovuqlar, shuning uchun mana endi ko'rasizlarmi, oldinga keladi. Ko'rasizlar, yem bermadim. Ya'ni qaysi biriga yem bermadim?
Ertaga ham, bunga ham berdim. Mana hammasiga berdim, bo'ldi, hammasiga berdim. Endi esa bu yerga ketaman. Tur degani yo'q. Bu yerda tuxum tug'dimi? Yo'q, tug'mayapti. Tovuqlarim jo'jala tug'ib ancha ko'payib qoldi. Sizga nima bor bu yerda, brat? Bor yo'qini hosil ko'raman. Mayli. O'z boshqa ana endi ochib bo'lmaydi. Xo'sh, endi qayerga man bugun kunni uyqu masax polisiz ham nima kelyapsiz uyimga? Qobuni esa shunaqa qilaman. Qani itim? Itim qolib ketdi. Mayli. Mana bu uyni bu yerdan endi pasini nima bilan desa bu bilan termilib endi termilib ichiga narsalarni qo'yaman, taxtali qilaman, hamma narsani qo'yaman. Menga ancha yordam bergan. Bu yerda boshimni oynasi tushib turadi как раз. Shuning uchun bu yerga eshik qo'ysam, yo'q, bo'lmas ekan. Buni hozir yopaman-ku. Ana shunda, bo'ldi. Endi tushdim. Qilib qoldi shekilli. Barcha it hozircha kerak emas, yana bitta yetimaman. Shuning uchun hozir buni qo'yamiz. 50 betga to'xtala. Hozir mana bu bormayman. Chiroyligina ana bu bo'lmas ekan. Bo'ladi. Ana endi esa bularni bu yerga solib qo'yaman. To'g'larga don ham berish kerak. Ishlar ko'p. Kimdir uyimga chiqib yuribdi. Uxlab qo'yatsam bo'lmaydi. Buni yopib qo'ya qolaman. Aslida bu yerga yopib qo'ysam yaxshiroq bo'ladi. Nima qilyapti ekan? Ketdi. Mana endi hamma eshigini yo'qlashim kerak.
Bu yerni ham nima? Voy, nima? Juda ko'p turibdi. Bu juda yaxshi-ku axir. Nechta tug'gan? Juda yaxshi. Nechta 7ta tug'yordimi? Bular nima uchun judayam yaxshi bular. O, yaxshi. Men uchun ancha yurishyapti. Bolamga hammasi ketadi. Yo'q, yaxshi. Buni esa o'zanali kelyapti. Mayli, chiqdi-da. Shunga tug'di-chu. Bu bilan har bittasi necha so'm bo'lsa, dato 10tami, 9tami oltin ola olaman. Bo'lib kirdi. Yana bu yerni yopaman va yana tuxum tug'ishini kutaman. Ertasi kuni men tuxumlarni sotib kelaman. Merni oldiga borib. Tuxumlarim, короче, men sizga bo'ldi, endi yetadi hammasi. Ana endi nima qilaman desanglar, nima qilaman? Bilasizlarmi buni? Men de sekin mana ana meni ishim ishga kirishim kerak. Judayam yaxshi. Keyin safarga bu xayr bo'ladi. Video